Agar Allohni osmonda deydigan bo'lsak, shu gap to'g'ri bo'lsa, osmonni yaratmay turib qayerda edi Alloh? Ammo 18-asrda bu yoqda paydo bo'lganlar Alloh taoloni osmonda degan fikrni ilgari surishgan. Ularga ahli sunna val jamoa ulamolarining bergan javoblari bor. Ana shularni ko'rib chiqamiz. Avval Allohni osmonda deydiganlarni dalillari, uning orqasidan ahli sunna val jamoa ulamolarining ularga bergan javoblarini ko'rib chiqamiz. Alloh osmonda deydiganlar aytishadi. Alloh taoloni osmonda deyish nuqsonli sifatni Allohga nisbat berish bo'lmaydi. Ya'ni biz Allohni osmonda deyotgan paytimizda Alloh taoloni nuqsonli sifati bor deyotganimiz yo'q deydi. Ahli sunna ulamolar aytadi, Alloh taoloni bir tarafda deyish u zotga nuqsonli sifatni nisbat qilish bo'ladi. Masalan, Ahmad O'shda. Bu nima degani? Bu Bishkekda emas Ahmad degani. Ahmad Farg'onada, bu Ahmad Andijonda emas degani. Bir joyda bo'lish degani, boshqa joyda bo'lmaslik degani. Agar Alloh taoloni bir joyda desak, boshqa joyda yo'q degan ma'no kelib chiqadi. Qadasan deydi. Masjiddaman deydi. Ketib qoldingmi deydi. Yo'q, uyda turibman hali ham deydimi? Qarangda mana. Qadasan desa masjiddaman deydi. Yo'q, onadirda. Ketib qoldingmi deydi. Yo'q, ketmadim, uydaman. Ha nima dedim hozir? Men masjiddaman deganim uydan nima qildi? Tushunarliga, Allohni osmonda yoki bir joyda deyish, falon joyda yo'q